Assalomu alaykum hurmatli Muqat Qo'ychilar qatnashchilar. Bugun kunga 3-kun biz mol bozoriga keldik. 2023-yilning 8-fevral kuni biz Jo'noqat mol bozoriga keldik. Aşol joydan ma'lumot olamiz. Bizdan olsa like, boshqa kommentatsiya qilib qo'yinglar. Katta mol bozoriga ketdik. Mana şu mal 117 mingga alindi. Yaxshi bol bu. Yaxshi bol. Bolasini 117 mingga. Bolasi urg'och ekan-da. Jelini tarting, jelini. Mo'yinda. 117 mingga olindi, ha? Mana mollar var, chiqadan chiqaramizlar, hurmatli tuqqanlar. Puli qancha ekan bilmadingiz, odam jip bozorda 117 mingga bitta mol sotilib turibdi, hurmatli tuqqanlar. Qarangizlar. Hurmatli tuqqanlar. El baraka qilib so'rashni oladi. Bir tortib qo'yaman-da, bir tortib qo'y. 94 mingga berib ekan, mana ishlanganaga elga. Qarangizlar. Qancha tutasiz aka? 85. 85 ming. Bovoli bo'ldakmi? Bo'ldi. 85 ming deydi. Qancha bo'ldi aka? 81 ming so'm. Bermaydi. 81 ming. Muqat qo'var 24. 81 mingga berib ekan, mana shuni uch. Qanday mo'tqonlar? 45 ta o'tadi. 45. Qancha nimelik? Qancha oylik? Bir shahar. Bir shahar. Bu bo'ldi. Qancha o'ylayapsың? Ha? 35 kurush. 35 ga beriyapsың hali. 33 ming so'm. 33 mingga beryapti, ha? Shurada. Ya uni turpoq qancha ekan? 40 kam bor ekan. 30 kam bor. Bozor tushib ketdi-da. Bozor joqishlar ekan. Ular 20 oldi ekan. Qancha qaldingiz? Sizga tortildi bu. Qancha oldi ekan? Qaroziga tortildi. Olindi. Qaroziga tortdik. 120 kilo go'sht chiqdi. Joqshi. Olinalak, bavol bo'ldakmi? 15 mingdan bo'ldi. Ha, yaxshi. 15 mingdan bo'pti. 120 kilo go'sht qilibdir. Joqshi qo'y. Bunlar mol bozor qizidi, qarangizlar. Mol qizidi, mana turpoqlar ko'rib. Ya turpoqlar qancha oldi ekan? Sotiluvchi, suradi, chiroylakmi? Ha, yaxshi. 5 ga bermadim. Nima uni Bavulda ekan. To'qlar qancha o'tarkan aka? Qo'ylar. 18dan. 18dan ekan qo'ylar, chiqaramizlar. Hozir qo'y bozorga keldik. 18 mingdan. Qo'ylarning turlari katta, aytgan qaranglar, hurmatli tuqqanlar. Turlari qancha ekan biladi-ku, yerlar jo'q ekan. Qo'ylarning turlari bor ekan. Bozor o'rt bo'ldi. Qaranglar. Ya qancha oldi qo'ylari? Ya ular qaytib qo'ylar ekan. Qaytib qo'ylar. Mana talasniki bor ekan, mu aytdi. Qarangizlar. Talasniki Bishkekdagi mesni qo'ylar bor ekan, buni qarangizlar, hurmatli. Pullar qancha o'ltargan ekan? 16,5 25 gacha. 16,5 mingdan 25 minggacha ekan. Şey 13,5 ming ekan, qarangizlar. 12,5 mana. Bo'shliq, ha? Bo'shliq 12,5. Bo'shliq 12,5 mingdan boshlab 25 minggacha bor ekan, qarangizlar. Ko'rgil aka. Ko'ringizlar. Ova, YouTube'ga. Mana qo'ylar qo'zlar bor ekan. Qarangizlar. Pullar qancha ekan biladi. Qarangizlar, qo'ylar jig ekan. Qo'ylar ham ko'p kelib turib, ular bilan ko'p ekan. Yo'q,
Qanchadan ekan? Qulunlar. Çalğanda şak şak alardı. Dovat jilgan ekan, qo'lab ketdi. Kerak ekan, bor ekan sotib. Qancha o'tadi ekan yilqilar? Qulunlar. Va, egasidan tortib qo'yadi, berib beradi. Egasini emas, mana qulunlar ayting, qulun. Qulunlar ayting, qulun. Qulunlar ayting. Va, ikki bajar. Echkilar qancha o'tadi ekan? Ha? 3,5 mingdan. Yaxshi, 3,5 mingdan echkilar bor ekan, saytlar bor hozir. Motor katta echki. Qaytdik aka echkilar. Ovqatga bor. O'zizniki. 3,5 ming. 3,5 mingdan ekan, hozir. Salivaniq, ha? To'la soylab o'tdim ekan. Ha? Qancha? Egasini qo'shib tortdi. Egasi topgan. Qaytib chiqasan? Ha? Qaytib kel. Ishga ketdi. Qancha nima? Qanchasi? Ha. Ha? Nesi? Qancha yoshda? 1 yosh. 1 yosh. Ishga ketgan. Ramazon çok şılk ekan. 1 yoshda ekan. Ramazon o'tirlar. Qulun qancha ekan aka qulun? Qulun 90 ming. 90 ming. 90 ming deyapti, ama qulunni Ramazon çok qulun ekan. Kelmay oqsan da bo'ladi. To'g'onlar. 120. Qancha litr suti bor? 8 litr. Quldatgan turpoqdir. Torpoqlar 20dan 27gacha. 20 mingdan 27 minggacha. Qayta turpoqdir? Bishkek. Bishkekdan kelibdi. 20 mingdan 27 minggacha kelib turpoqdir. Sutengi turpoqdir. Nomer. Jasasmi nomer? Nomeringizni aytib qo'ysangiz. 71 ming. 71 bilan 42 42 92 92. 92 Otingiz kim? 0555 0555 75 75 79 79 24 25. 24 25. Otingiz kim? Qambol. Qambolda aka qaralarasiz mana shu bishak turpoqdir bor ekan. 20 mingdan boshlayotgan qarangizlar. Bishakdan kelibdir. Borasanlar bo'ladi. Sutengi turpoqdir. Qancha kunlik turpoqdir aka? Havasini qo'ychimi? Ha? 24. Qancha kunlik turpoqdir? Yo'q, 5 kundan 15 kungacha. Bir jumadan Ya chechpay qo'ying. boshdi Ova. josh turpoqdir ekan. Josh turpoqdir. Qo'ying. 20 mingdan ekan. Degan esi yo'q ekan, biroq qarangizlar. Jem 40 qachon unda? Jem 40 qachon ekan. Sotiladigan esi yo'q ekan. Kim biladigan buni? Qancha ekan qulun? Zbor beringlar, men buni topishmayman. Zborni beringlar, men topshiraman. Bu motor tug'anlar shunday ovqat qilishib o'tayotgan vositani qo'shishadi emas. Saqlab omon bo'linglar. Qo'shatish bo'ldi. Hozir cho'p bozorda ham ko'rib tortib ko'rsatamiz.